Xalqimiz orasida har qanday shamollashga ko'p ishlatiladigan analgin dimidrol vitamin kompleksli inyeksiyalarga sizning fikringiz qanday? Hozirda xalqimiz orasida mavsumiy ORV shamollash mavsumi avj olmoqda va ko'p dorixonalarga kirganimizda xalqimiz tomonidan o'zlari so'rov, ya'ni analgin, dimidrol, vitamin, askarbinka, deksametazon, natriy xlor bilan inyeksiya olishyapti. Ya'ni shifokor ko'rsatmasisiz bu inyeksiyalarni qabul qilishyapti. Unutmangki, analgin va dimidrolni muntazam qabul qilish boshqa kasalliklarni ham keltirib chiqaradi. Bunda oshqozon, ichak, asab tizimi zararlanishi, miyaning kuchli tormozlanishi, ruhiyatga ta'siri ham seziladi dimidrolni. Bundan tashqari analgin hozirda Yevropa va AQSh standartida Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan chiqazib yuborilgan, ya'niki agranulotsitoz kasalligini keltirib chiqazadi. Bu qanday kasallik? Bu kasallik qonda leykositlar miqdorining tushib ketishi va trombositlar sonining ortib ketishi bilan bo'ladi. Ya'niki organizmning immun tizimi sustlashadi. Bu ukollarni 5 kun oralig'ida yoki 3 kun oralig'ida vaqtinchalik olib kasal qisman yaxshi bo'lganga o'xshaydi, lekin yana 2-3 kun o'tgandan so'ng undan da kuchliroq tomoq og'rig'i, yo'tal isitma rivojlanib boradi va kasallik tobora og'irlashib boradi. Chunki analgin yoki bo'lmasam shu tarkibli boshqa inyeksiyalarning hisobiga organizm tashqi muhitga chidamsiz bo'lib qoladi. Hozirda xalqimizga shuni tavsiya qilmoqchimanki, dorixonalarga kirib har xil dori vositalarini olishdan oldin albatta yashash hududidagi o'zining oilaviy shifokoriga yoki terapevt yoki pulmonolog, infeksiolog vrachga borib ko'rinib, nazorat ostida har bitta ukol dorilarini qabul qilishini so'rab qolaman. Albatta bu bilan siz sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmagan bo'lasiz, kasallikni oldini olasiz va davolagan hisoblanasiz.